Lekin Vodiy Chorva va Vodiy House kanalining hurmatli obunachilari va Eko pechka ishqibozlari, xudo xolasa mana kotyolniy variantli pechkamizni Shahrixonga o'rnatib berdik. 72 kvadratmi, 70 kvadrat joyga deyishyapti. Hozir usta akamizdan aniq ma'lumotini olib, qo'limizdan kelgancha sizlarga shu ekonom kotyolimizni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bu oshxonaga o'rnatilganligi uchun kichikroq joyga o'rnatib qo'yilgan. O'rtacha 30 kvadratli, 25 kvadratli joy bo'lsa zo'r bo'ladi. Bu yer kichkinaligi uchun bu koridorga ham bitta radiator o'rnatib qo'yishgan. Hozirgi holati mana где-то yarim soat 20 minut bo'ldi. Graduslari почти 45 gradus. Hamma yo'qni hozir usta akamizdan so'raymiz. Ustaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'lashing. Akamiz mashinalar noldan o'zlari qilib berishyapti. Anchadan beri, yo 4-chi, 5-chisi уже bu sezonga 5-chisi. Bu sezonda 5-chisi, xudo xolasa o'ta chiroyli qilib berishaman. Santexnikaga ahlim yetmaydi, to'g'risi. Men o'zim uyimga o'rnatganim ham oddiy, sodda qilib qo'yilgan. Buni как положено kotyolga o'xshatib chiroyli qilib o'rnatib berishyapti. Ustaga endi bu kotyolda o'zingiz fikringiz qanaqa? Buni aslida men tavsiya qilardim 25-30 kvadratli joyga. Pechkani o'zi turgan joy. Pechkani o'zi, ob'yomi. Открытый qilsa ham bo'ladi, закрытый qilsa ham bo'ladi. Buni открытый ham, закрытый ham qilsa bo'ladi. Открытый qilsa patera ko'p bo'ladi. Mana bu narsa rashbag deyiladi. Rashbag открытыйda bu usti ochiq bo'ladi. Bu samodelka bo'ladi. Bu заводской o'zini-o'zi shu bachogi bor ichida 10 barga moslashgan bo'ladi. Bir marta zapravka qilib qo'ygandan keyin to'g'radi. Suvni zapravka qilib bo'lgandan keyin o'zi hamma yo'qni kontrol qiladi. Bu yerda zakritida eng asosiy muhim bo'lgan yeri yuragi desa ham bo'laveradi. Shu narsa bo'ladi. Gruppa безопасности deydi. Vzrivnoy. O'zi mana sodda tilda tushuntirib bering. Bu nima vazifani bajaradi aka? Bu bosimni kuchayib ketsa, 3-1 dan oshsa, bu yerdan chiqarib yuboradi. O'zi avtomatik qo'yib yuboradi. Avtomatik qo'yib yuboradi. Pechkaga umuman katyol bo'lsa ham, boshqa narsa ham zarar keltirmaydi. Inson omili shart emas, 3 barga chiqqanda o'zi qo'yib yuboradi. 3 bar deganda endi mana bu narsa bosim 1.5 turgan bo'lsa, 3 barga chiqqanda qo'yib yuboradi. 3 atmosferaga chiqqanda qo'yib yuboradi. Katyol haqida qanaqa fikringiz o'zingizga? Katyol aqlli katyol qo'ygansiz oldin uyingizga? Aqlli katyol qo'yganmiz. Bu haqiqatda nomi bilan ekonom pechka. 2 kilodan oshiq ko'mir tashadik. Rezultati hozirgi gradusda 18 gradus turadi. Ko'rsatish mumkin. 50 ga olib chiqdi. 28 yarim soat deylik mana. Uzoq yarim soat. Yarim soat. Qish kuniga u harorat 0 bo'lsa, minutiga hisoblab qo'yasiz. 45 minut 1 soatga qolmasdan sistema isiydi. Hozir uyda egasi ham kirib turib, ancha qizib ketibdi deyapti. Oddiy mana misol ko'mirda yoqyapmiz endi. Ko'mirda qaranglar, oddiy ko'mir. Bunaqa katta, yo'q qimmat ko'mir emas, oddiygina arzon ko'mirdan shunday qo'yilyapti, tashlalyapti. Tagi cho'gilli bo'lgan, bemalol olib ishlatsa bo'ladigan holatdagi pechkamiz. Aka, bu yerga nechta radiator qo'yib berdilar? 70 kvadrat. Bu xonadonga uydagilarning xohishiga tutib 60 ga 160. Aka, shuni qo'lga bitta ko'rsatib berasizmi, mana shu gradusni? Birinchi radiator deyiladi. 47 gradus. Yoqda ham 47 ko'rsatyapti, yoqda ham 47. Nima sababdan batarya yo'qligidan ko'rsatyapti? Oxirgi gradusni ham ko'rib, oxirgi batareyani ham ko'raylik. Buni bitta ko'rsataylik, keyin oxirgisini ko'rsatamiz. Qirq olti ikkinchisi уже. Sekin suv isib kelayotgan hisobiga. Lekin endi yarim soat yo 1 soatdan keyin hamma gradus bir xil bo'ladi nihoyasi. Bu uchinchisi. Bu mana uchinchisi 45 gradus. Oxirgi tochka bu. Oxirgi tochkaning hisobiga sekin suv keladi-yu. 1 gradusga u bateriya emas-da 1 gradus. Endi u bateriya ham hisoblanmaydi, chunki yarim soat bo'lgan-da bunga. Qo'yilgan mana remontlari yaxshi idealda ko'rib turibsizlar, lekin rezultati ham bomba. Biz qo'limizdan kelgancha mana shu bor narsani ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Qandaydir nimasi bo'ladi. Pechkani gradusi ko'rsatmaydi. Bu chunki bu isitma o'lchaydigan
haligi narsani o'ta qimmat ekan, 300 dollar, 400 dollar deyishvoradi. To'g'risi, Sharofatdan olishga ketib. qonim o'radi. Lekin pechkamizga garantiya bor. Tutasa, uyingiz isitmasa, bizga 50 kvadratni isita olmay qolsa, pechkamiz vazoratni qaytarib olamiz ham. Pulingizni ham ashunday qaytarib beramiz. Umuman muammosi yo'q. Xudo xolasa mana ancha yildan beri ishlab kelyapmiz. Yaqinda bu narsa chiqqan hisobiga endi odamlar o'rganyapti. Lekin 1 yil ichida pechkamiz katyonli varianti xudo xolasa vashi bomba bo'lib rezultat bergandan keyin odamlar tushunib oladiki, palon pulga 700-800 ming, 1,5 mingga katyon olmay qo'yadi odamlar. Chunki mana Nodirbek 70 kvadratli joyga necha pullik katyon olsa rezultat beradi. Uni bunkeriga qarab, bunker deganda mana bu hajmi bo'ladi. Biz ham 4 yil oldin 500 dollarga olganmiz. Endi u 500 dollarga yo'q hozir. Yo'q hozir. Endi 500 dollarga u katyol yo'q. Maksimum 800 dollarga oladi. Например, shunaqa katyolni olib, o'rnatib, o'sha uyingizga qo'yib ishlatganingizgacha necha pul rasxod qilishingiz mumkin? Uni hozirgi dollarda hisoblasak 2,5 ming, 3 ming eng maksimum shunaqa 70 kvadrat, 72 kvadrat, boringani 75 kvadrat bo'lsa ham. Endi aka Shunga to'xtashi mumkin. Mana hozir mashina necha pul yurishdi aka 70 kvadrat? Spiskalarimiz bor, uy egasiga ko'rsatdik. Spiskasi ko'rib olishingiz mumkin. Общий расход Общий materiali 6 million 575 77 ming. 77 ming. U vazvorati bor, oshgan narsalar 294 ming. Bu boshqa obyektimizniki. O'rtacha dollarga oladigan bo'lsak 2000 ga bormasdan shu 3 xonali xona bityapti. Hamma rasxod. Katyoli, ustahaqqi. bunga ustahaqqisi zapchas, hamma yo'g'i bilan novga bityapti. shu melish detaligacha 2,5 ming dollarga borib bormasdan bityapti. Endi bu xom shot, lekin hali o'zingiz qildirmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha 12 million, 13 million, 14 milliongacha boryapti. O'rtacha. Endi hamma har xil cho'ntagiga qarab turib narxlarini aytishyapti. Shuning uchun har xil narx bo'lib qolishi mumkin. Narx qanday o'ynaydi? 12 milliondan 17 milliongacha boryapti. Qanday narx o'ynaydi? Mana bu narsa ham hozir rossiyskisi bor, Qo'qondagi bor, Toshkentdagi bor. Bu rossiyskiy varianti. Bu shu turishi necha pul bu? Mashina turishi shu zborkasi 1 million 400 mingga atvot kelib o'ynadi. Hurmatli obunachilar, bemalol ekonomik pechkani podesha qilib tursanglar bo'ladi. Sizlarga qo'limizdan kelgancha obzor qilib berdik. Videolarimizda kamchilik, xatolari bo'lsa, ming bor uzr. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.